Halima Ibragimova bilan bo'lgan voqeani eslang, aziz teletomoshabinlar. Esladingizmi? Mashhur qiziqchi, aktrisa, boshlovchi, shoumen, bloger bu ijodkor, lekin vazni katta edi. Agar esingizda bo'lsa, vazni kattaligi hisobidan o'sha ham qandli diabet kasali bilan og'rir edi bu ayol, ham belida churrasi, ya'ni grijasi bor edi. Agar vaznni kamaytiraman, churrani davolayman desa, unda vaznni kamaytirish uchun biror bir operatsiya muolajasi va grijani davolash yo'li bor edi, yoki grijani davolayman desa operatsiya qilish kerak edi, vaznni o'z joyida qoldirish kerak edi. Yo unisi yo bunisi, qarang. Ikkita yo'ldan bittasini tanlashga majbur bo'ldi oxir aktrisa. Ya'ni o'sha oshqozonni qisqartirishi natijasida qandli diabet kasali bilan og'riganligi uchun o'z-o'zidan shifokorlarning ozgina xatosi bilan koma holatiga tushdi-yu, haligi u kasallik ham emas, bu kasallik ham emas, ikkalasini ham davolamasdan